Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, hurmatli o'qituvchilar. Mana bu quvvatimizning eng zo'r maktab shu bo'lsa kerak. Har qanday o'quvchi shu yerda o'qishni havas qiladi. Mening 5 ta nevaram shu yerda o'qiydi. Endi havas deganimiz mana bu yerda mashhurligini xonsabonni davrida bo'lgan, juda kuchli bo'lgan. Bundan keyin ham yaxshi kelsin deyman. Mana boshlang'ich sinflar boshlang'ich sinfda oldalaring boshlang'ich sinf bo'yicha mana eng yaxshi boshlang'ich sinf kursini tayyorladik. Bunda mana xodimlardan Xurshidaxon bo'ldi mana. Hamma juda yaxshi kutib olish kerak. Yaxshi bo'ldimi? Sizlar podдержка qildilaringmi? Ko'rdilaringmi? Shunga eng yaxshi mana ta'limni nima qilgan, o'qituvchilarni nima qilgan, podдержка qilgan, motivatsiya bergan direktorlardan mana Hiloraxon. Juda yaxshi podдержка, biz xursand bo'ldik. Biz shunchalik ko'rsatdik. To'g'rimi? Endi navbat sizga mana Xurshidaxonni mana yaqinroq keling. Xurshidaxon mana g'olib bo'ldi. Mana endi sovg'alar bo'ldi. Bizning niyatimiz sizni ko'tarib sovg'alar berish. Bizdan talab qilamiz, mana direktorlarni talab qilamiz. Sizga yaxshi sovg'alar bersin. Bundan keyin ham zo'r ishlang. Hammaga havas qiladigan o'qituvchi bo'ling. Mana nimalar o'quvchilar juda yaxshi. Shunga endi Hiloraxon mana biz o'zimizni nimalarimiz qildik. Endi navbat sizga. Bu bizni g'olibimizga nima qildingiz? Shular to'g'risida bir nima qiling endi. Ertaga nimaga chiqarib ko'rsatib, hamma ko'radi. Shu Qashqadaryo, Surxondaryo hammasi ko'ryapti. Albatta, sizni bir necha yillardan beri bilaman, olib borayotgan loyihalaringiz, ayniqsa pedagoglarga Farg'ona viloyati maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazayotgan loyihalaringiz pedagoglar tomonidan chiroyli kutib olinyapti. Ayniqsa O'rta Osiyo pedagoglari, ayniqsa Qirg'iziston o'zlarining munosabatini juda chiroyli bildirishdi. Biz qo'llab-quvvatlaymiz mana shunday loyihalarni, chunki mana shunday loyihalar orqali, ko'rik-tanlovlar orqali o'qituvchilar chaqlanadi, bilimlari, ilmlari oshiriladi, ta'lim sifati ko'tariladi. Biz Xurshidaga ishonardik, va Xurshida mana shu litseyda o'zini nimasi o'quvchisi, sobiq o'quvchisi. Mana yana bitta misol sizlarga. Hozirda ham juda chiroyli faoliyat olib boryapti. Oliy toifaga o'tdi mana bu yil. Uni ham boshqatdan alohida tabriklaymiz. Ochiq darslar olib borishda ham, ota-onalar bilan hamkorligi ham, o'tkazayotgan har bitta tadbirlari ham tahsinga loyiq. Siz shuni agar shu loyihani nima qilmaganingizda urg'u berilmagan bo'lar, hamma o'sha teng ishlayapti deb yilga o'quv yilini balki tamomlab olgan bo'larmidik. Shu loyiha orqali biz har bitta o'qituvchiga urg'u beryapmiz, ahamiyat beryapmiz, qo'llab-quvvatlayapmiz. Bizning vazifamiz ham shuda o'qituvchini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash. Buning uchun sizga rahmat. Mana shunday loyihalaringiz ko'payaversin. Boshqa o'qituvchilarimiz ham, boshqa pedagoglarimiz ham, nopedagoglarimiz ham qo'llab-quvvatlaymiz. Shunday loyihalarda ishtirok etishlarini chaqiramiz. Rahmat. Mana endi arzimagan bo'lsa ham eng yaxshi maktab direktorlariga endi nima qilasizlar endi? Arzimagan bo'lsa men sizga sovg'a. Yo'q, arziydi, yo'q, chaqni yo'q deb Orada nima qildik? 45 yil, mana birinchi noyabrda 45 yil bo'ladi o'qituvchilar bilan ishlashimga. 81-yili birinchi noyabrda ish boshlaganman. Mana shu juda ko'p o'qituvchilarni pensiya chiqib ketdi, ko'plardan xabarsizlar bilan esdan ishlaymiz. Bundan keyin ishlarimiz yaxshi bo'lsin, Hiloraxon. Bizni nima qo'limizdan kelsa, biz nima qilamiz? Yaqinda meni eng yaxshi o'qituvchilarni Qirg'izistonga olib ketyapman. Qirg'izistonga olib borib, sayohatga olib borib kelaman shu g'oliblardan. Shu endi qolgani yaxshi nimalar chiqsa, nimalarni qilamiz. Nafaqat nimalarni yuqorilardan mana qilamiz. Biz nima xizmat ko'rsatsak ham biz tayyormiz. Hammaga rahmat.